Ha bolalar, nima bo'lyapti? Ustoz, sizga hamma narsani qildik, nastroykani ham to'g'irladik, juda nimadir yetishmayapti. Chunki men sizlarga hali hammasini o'rgatganim yo'q-da. Bugun kakras svetlarni to'g'ri qo'yishni o'rganamiz. Biza birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ish bu xonani svetini o'chirish. Endi modelni yuzini yoritish uchun risuющий svet qo'shamiz. Klassik yorug'li sxemalar bo'yicha birinchi sxema, ya'ni risuющий svet. Oldingi rassomlar mana shu sxemadan foydalanib turib rasmni chizishgan. Hozirgi kunda fotograflar mana qanaqadir dramatik kadr chiqarmoqchi bo'lsa, risuющий svetni yon tomondan diagonal bo'yicha qo'yadi yoki chap yoki o'ng tomondan model bo'yidan biroz balandroqda 45 gradusda joylashtiriladi. Endi modelni fondan ajratib olish uchun kontrvi svetni yoqamiz. Keyingi klassik yorug'li sxemamiz bu risuющий plus kontrvi. Risuющий svet mana modelni yuzini yoritib o'tgan bo'lsa, kontrvi svet modelni fondan ajratib ko'rsatib beryapti. Endi bu ikkita svet qanaqa qo'yilishi kerak? Bir-biriga nisbatan diagonal holatda qo'yilishi kerak. Agar kontrvi svet bu yoq tomonga qo'yiladigan bo'lsa, uncha o'xshamaydi. Har doimgidek risuющий svet 45 gradusda modeldan biroz teparoqda va kontrvi svet orqa tomondan modelga qaragan holatda qo'yiladi. Yana ham chiroyliroq kartina qilish uchun fonoviy svetni yoqamiz. Klassik yorug'li sxemasi bo'yicha keyingi mavzuyimizda bu safar risuющий svet plus kontrvi svet qo'shilyapti. Undan tashqari fonoviy svetni ham yoqyapmiz. Fonoviy svetni aynan mana shu burchakdan yoqish majburiy emas. Xohlasa modellar orqasiga qo'yib turgan holatda ham yoqib ishlatsa bo'ladi. Keyingi klassik yorug'li sxemamiz yana ham murakkabroq. Bu safar bizda risuющий svet plus kontrvi svet, undan tashqari fonoviy svetni qo'shyapmiz va bu safar zaполняющий svet qo'shamiz. Endi svet deganda aynan qanaqadir yoritish moslamasi emas, shunga o'xshagan poke yoki отражатель biron bir kattaroq materiallardan foydalansak bo'ladi. Sababi bu yerda vazifamiz modelni soya tarafini yoritish bo'lyapti. Mana bolalar, kadr degani mana bunaqa bo'ladi. Kamera bu vosita. Kadrni faqat bizani nigohimizda qiladi. Agar yorug'likni to'g'ri qo'ya olsak, любой kamerada chiroyli kadr ola olamiz. Qimmat kamerani olib, agar svetlar bilan ishlashni bilmasak, unda bizning ishlarimiz unaqa ochilmaydi. Mana proba qilib ko'ringlar.